Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, sotuvchilari. Hafta kunimizga payshanba 2026-23-iyun Andijon viloyati Asaka O'zbekiston qo'ymol bozoridan bo'lyapti. Kimga qanaqa hayvonlar qiziq bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Kelasi videolarga olishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar bittadan obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa kelasi videolarga o'sha mollarni olishga harakat qilamiz. Qani bo'lsam boshladik. Birinchisidan xudo xolasa. Shuni qaranglar mana. Ko'rishini. Chiroylilari chiroyli. Ikkita xudo xolasa jup olaman deganlarga. Bo'g'ozmi tog'a bu ham? Necha oylik? 5 oylik. Bunisi-chi? 4 oylik. Mashina uyga olib boradi, doktori bilan kutib olib tekshirtirib oladi, tog'a. Bo'ldi. Bunisi-chi? Ikkovi ham bo'g'oz. Necha pulga bordi? 25 million so'mdan savdosi bo'ldi. Be'mani ozgina bo'lsa beraverasiz. Avvalo sotilib, sotilmasa biz muxlislarga xudo xolasa video nomer aytibasizmi? 91lik kodi bilan 480 40 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Dastlabkilarda mo'moya qilib beraverasizlar. Kelish bo'lsa lazim bo'lsa. To'g'ri, rahmat katta. Qo'ylari 120 atrofiga chiqadi. Ikkovsini ham. Bergan hoji bor, o'ziga sodiq. Barakasi bo'layotgan joylaridan. Hayırlısınlardan şimdi so'rayapmiz. Olimdek xursandchilik bersizmi? Necha pul berasiz bu? Ekkam 27. 26 million 800 ming so'm bo'lyapti. Hayır, yemasa içmasa ma doktor tanıysizlarmi? Uyg'urda. Yo'q, ma doktorda topib olasiz. Taniydi meni. Olimdek Ayıbı bo'lsa ma doktor topib olasiz. Meni istamaysiz. Hech qanaqa sizga ayıbı bo'lsa sotmayman, to'g'ri buni. ya bu hafta nimaga 100 ming so'm yo'q qo'yib berasiz. Bering to'g'ri. 27 ga Bering, bor baraka, bo'ldi jigarlar. Shu molimiz 26 million 900 ming so'mga barakasi bo'ldi. 26 million 900 ming so'm. Navbatdagi mollarimiz bolasi buqalaridan so'raganlar bormi? Bolasi buqa. Bolasini ko'rlar. Bunisini ham bolasi buqa, bunisini ham bolasi buqa. Eng qizig'i jigarlar, bunisini ham bolasi buqa. 3 ta sigirimiz, uchovsini ham bolasi buqalardan. Aka necha pulga bordi bular? 40 million so'm enasini o'zi. Bunisi-chi, hammasi 40 milliondan bordimi? Bunisi 53 million so'm, nangisi 40 million. Bunisi-chi? Bunisini bilmayman, xudo xolasa. Aka juposi avvalo sotilib ketsin. Sotilmasa biz muxlislarga xudo xolasa juposi arzonroq qilib berasiz aka. Dastlabkilarni qilib berasiz. Kelish bo'lsalar bo'g'ozmi bular aka? Bo'g'oz. 4 oylik, 7 oylik. 3 oylik, 4 oylik, 7 oylik uyga olib boradi, doktori bilan kutib olaveradi, tekshirtirib olaveradi. Aka, unisidan bo'lmay yo'qsa bo'g'oz chiqib olasizlar, bo'g'oz chiqmasa olmay qaytarib yuboraverasizlar. Xudo xolasa jigarlar juposalar yana arzon qilib berar ekan. Nomer aytibasizmi? 94lik kodi bilan 380 44 51 raqamlariga tez aloqaga chiqaverasizlar. Voqali jigarlar ham o'ylanmay telefon qilaverasizlar. Kelishib qolsangiz bo'z dastlabkilarni qilib beramiz. Aka, rahmat katta. Bolasini o'sha baqib olsalar ham bo'ladigan holat ko'p qolgan. 52 million so'm savdosi bo'pti, bunisini bilmabdi. Bunisini o'zi 40 million so'm atrofida savdosi bo'pti, 7 oylik bo'g'oz ekan. Hali kelajak oldinda aloqaga chiqaveramiz akalar. Bunisini nima deb? Monimiz nima deyapti? Bo'ylarni qaranglar, bo'ylari 1.35 atrofiga chiqadi. Aka necha oylik bu? 8 oydan o'tib qolgan bo'g'oz tekshirtirish ham shart emas, o'zi tegib yotibdi aka. Birinchisigami? Birinchisiga hali bo'zay, kelajak oldinda turishini qaranglar, turishini. Necha pulga bordi aka? 35,5 qilishdi. 35 million 500 ming so'm savdosi bo'lib bermadinglar. Ustiga yozgancha beraverasiz aka. Masofani qizg'on kelish bo'lsangiz bo'ldi, dastlabkilarni qilib beraverasiz. Qilib beraverasiz. Nomer aytibasizmi? Ha? 94lik kodi bilan ayting. 988 2709 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zlari dastlabkilarni qilib beramiz deyapti. Aka, rahmat katta, janchamen. Bo'lib 8 oydan o'tgan bo'g'oz ekan, 8 oyga olaversin deyapti. Qo'l holatlar zo'r, turishini ko'ringlar, turishini. Kattaliklari katta. Mana navbatdagi molimiz ko'radi, navbatdagi molimiz.
Bo'ylari biri 30 atrofiga chiqadi. Ekosini kan. Tog'a ekosi bitta-ya, ekosi. Bo'ldi, ekosi bittaligini olaver-ya. Necha oylik yosh tog'a bu? 5 oylik bo'g'oz. Uyga olib boradi, o'zlaricha tekshirib oladi. Doktor bilan kutib, nechinchisiga? Hali yosh, ha? Hali yosh. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zida olasizlar. Necha pulga bordi? 25 million so'm savdosi bor. Sherigini sotib yubordi-sa, sherigini sotib yubordi. Avvalo sotilib ketsa, sotilmasa bizning muxlislarga tog'a ovozini qo'shib beraverasiz. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? Telefon yo'q endi. Telefoningiz yo'qmi? Bittasini sotib oldi, tog'a rahmat. Narxi bilan tashqi 25 million so'm savdosi bo'lyapti. Yeni holatlardan ko'rlar. Chupini bittasini sotib oldi. Navbatdagi molimizga o'tib ketaverdi akalar. Necha pulga bordi aka bu? 17 million. Qancha? 17 million. 17 million 300 ming so'mga baraka sotdi, qisir ekan. Ko'rlar. 17 million 300 ming so'mga baraka sotdi. Chiqarroq ekan, qisir. 250 million. Navbatdagisi. Bolasi novvoscha. Bolasini qaranglar, bolasini turishini ko'ringlar, bolasini. Bolasi addini temadini o'tdoshlag'asida. Onasini bo'ylari 1.35 atrofiga chiqadi. Aka, assalomu alaykum. Necha pulga bordi bu? 45 million. 45 million so'm savdosi bo'ldi. Bemadilar ustiga ozgina ursa beraverasizmi? Shu yoshda Necha oylik qoldi aka? 2 oy atrofi. 2 oylik tekshirtirib olaveradi aka. Tekshirtirib olaveradi, xudo solib bo'g'oz olasizlar. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 93lik kodi bilan 213 23 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Kelish masalasi bor, dastlabki qilaverasiz aka. Kelish masalasi dastlabki qilaveramiz. Aka, rahmat katta. Yer yuziga dastlabki deyapti, xudo solib. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarni qilib beramiz. Kelish masalasi bo'ldi. Ko'ringlar, mana novvoshcha bolasini ham o'sha bahsalar ham bo'laveradigan holatda. Suti bor ekan, qanchadir qolgan ma'lumotlar egasini o'zida olaverasizlar. Mol holatlari zo'r. Buni qaranglar, buni. Bolasi novvoscha, bunisiniki, bolasi novvoscha. Bunisiniki xunacha. Chiroyli qilib bekarga qilib berasiz aka. Bunisini ham bolasi novvoschami aka? qo'ydi bu. Sotildimi bu? Buni sotiladi. Agar bitta Chorva Bo'stoni kanali obunachilar bitta bekarga qilib berish shug'ullanadi. Mashinasi 30 million, busi 35, bunisi 40 million. Bunisi 40 million, bunisi 35, bunisi 30 million. Jupoz aka, arzonroq ham qilib berasiz. Kelishtirib beraman. Dastlabki 15 yo'q. 10 Sutlari bor. Sutlari bor jigarlar. Juposalarni arzonroq qilib beraveradi. Vohali jigarlar ham o'ylanmay telefon qilinglar. Masofani qilsa yo'q, kelishib qolsalar bo'ldi, dastlabkilarni qilib beraveradi. zo'r mana, kashafning soni. Ishlari zo'r, hali kelajagi oldinda. Unaqa qari, unaqa emas, qang'ir sug'ur emas, xudo olasa. Nomeringizni ayting aka. 99lik, 99lik kodi bilan 995, 995 87 87 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Dastlabkilardan muammo. Aka, rahmat katta. Sutlarni qaranglar. 10 ta 8 ta, 10 ta, nargisi ham 10 ta, bunisi 8 ta, bunisi ham 10 ta. Sut beraveradi deyapti. Garantiyalari bor ekan. Navbatdagi molimiz. Bolasi xunajincha aka. Bolasi xunajincha. Necha pul savdo bo'lyapti? Shunga savdo bo'lyaptimi? Necha pul? 30 million so'm. 30 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Siz bularni yonidan do'st ko'rdingizmi? 28 beradi deyapti. Bola sotadigandan do'st 35. Janda narx aytdingiz. Narxini ayting bo'ladigan qilib dedi. Yo'q bo'lsa, Sizlar gapiring 30 dan boshlang, keyin bitishasizlar, bo'lmasa bitishmaydi. boshqa molimga berdilar, aytyapman, nuqson aybi yo'q. Aytyapman, xolasiz, narx berishga ketgan xolasiz 1-2 million pulini olib qo'ying. Xolasiz mana qadimlangan Farhod akamni oldiga chiqib turib, mo'g'uladan sigir oldim deganda. Xunajini bu qarang, ostini qarang, bu emchalarni qarang, joningiz sog' bo'lgan. Olimga behijolat nuqson aybi yo'q. So'rang, tog'a bitta boshqa so'rang. So'rang. Yuvoshning qiziqjon. Yo'q, hozir boboni pulini beradigan bo'lsangiz, 30 millionga qo'shib bering, sotaman, gap so'z yo'q. Behijolatni oldim, bolam ishonganim uchun xolos. Ha, unaqa pulga men ziyon qilaman-da, 30 millionni pastida ziyon qilaman. Foyda qilayotgan bo'lganda, makka bilagingizni bunday qilaman emas, bunday qilib ushardim, to'g'ri, bunday qilib ushardim. Pul narsani to'g'rimi aka? Tushunasiga 29 million so'm beryapti. Bu aka 29 millionga zarar qilaman, 30 tepasiga bersalar beraman deb.
Kaç pulga bordingmi? Ha? 23 million so'mga baraka sotdilar. 23 million so'mga baraka sotdi. Bolasi xunajincha 23 million so'mga. Boş. Qonech pulga bordi bu? 34 milyon. 34 million so'm savdosi. 5 oydan o'tgan bo'g'oz. O'ting. 5 oydan o'tgan bo'g'oz. Nech pul oldi bu? Bilmayman, sotilgan yo'q shekilli. Sotilmadi deyapti.